Qadimki zamonda xo'jalliklar otishliq fasil talishib jang qilibdi. Elishib oxiri bir dongning ikki tarafiga o'tib, bir-biriga o'q yaytishibdi. Lekin o'ttirsida dong o'g'achqa hech qaysi bir-biriga tekizanmabdi. Shuning bilan otishliq chirik kallasini shiltib, bu xo'jalliklar ismini Mattoxtula Mattursun qo'ydi. Bir chaqirpa qaydab "Ay Mattoxta" deyishiga 20 qiraq askarlari turibdi. Atışıqның o'qiyasida o'lib. İkinci qatam "Ay Mattursun mayoq qalğını" deyishiga yana necha o'rindan turib ekan o'qiyada tugishibdi. Xo'jallikning addissiz achchiq kelib, ularni amal tepibdi-da. "Ma 500 qo'y kimning?" deyishiga atışıqning hammasi o'rindan turib ekan, biroqlam halok bo'ldi.